Assalomu alaykum hurmatli Otabek Toshpo'latov YouTube kanali kuzatuvchilari, aziz obunachilarimiz. Bugun 2025-yilning 15-oktyabr Murodbaxsh chorshanba tunida biz farzandlarimizni tumanimizni markazida yangi ochilgan mana shu chiroyli o'yingohimizga olib kelganmiz. Ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli. Navbahor tumanimizning markazi, tuman hokimligimizni oldida yana shunday bir juda bir chiroyli manzara. Xo'sh, qad rostlayapti, aniqroq qurilishlar davom etyapti. Shahar tipidagi juda ham bir go'zal manzara. To'rda katta monitor, o'yingohlar. Bu yerda sport anjomlari, turli tuman sport anjomlari, turnik deysizmi, brus deysizmi? Biz o'g'ilcha mana brus bilan shug'ullanyapti. Xo'sh, manzarani chiroyligini qarang. Kichik to'y. Ana bitta shirin to'y. Bu yoqda bolalar mazza qilib kechilib o'chyapti. Bizda kichkin to'ylar, bittasi bolalar o'yingohlari. Juda ham chiroyli manzara, Xo'sh, mazza qilib. Qani bolam? Qanaqa mashq bu? Qo'llaringga va молодец. Ana. Xo'sh. Ana shunaqa gaplar. Juda bir chiroyli manzara. Mazza qilib dam oladigan joy bo'lyapti. Hali qurilishi davom etyapti. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa yaqin bir oyning ichida bu yer bundan-da chiroyli, bundan-da go'zal manzarani kasb etadigan ajoyib bir dam olish maskani bo'ladi. Juda bir chiroyli chiroqlar bilan bezatilgan. Oilaviy chiqib mazza qilib dam olsa bo'ladi. Burada stol tenis, bilyard bor. Tumanimizning eng nufuzli tashkilotlari joylashgan markaz. Bulvar deyilardi bu. Bulvarimiz juda ham bir chiroyli manzarani kasb etyapti, ko'z tegmas. Navbahorimiz yanada gullab yashnaversin. Ana. Bahorliklar kelinglar, kechga kelsanglar, farzandlaringiz bilan mazza qilib, o'ynab, kulib ketasizlar. Bolachalarimga qiziqib, o'zim ham mazza qilib dam olyapman to'g'risi. Ish deb ishdan ortmay ekanmiz-da. Mazza o'yingoh. Yoshligimizda biz mana bunaqa uchardik. Nima deylardi bu? Mana shunaqa bunday. Mana bunaqalar bo'lardi. Bolalar mazza qilib o'chyapti. Bolalar mazza qilib dam olyapti. Endi biz ketamiz endi. Mana to'g'rida Navbahor degan yozuv bor. Bu ham svetlar yongan juda bir chiroyli ko'rinishda. Endi 200 metrcha bor.
yurish yoqmayapti to'g'risi. Bizdan shunaqangi gaplar azizlar. Sizlarga sog'lik, salomatlik, barcha navbahorliklarni taklif qilamiz.